Xotira abadiy, qadrlash mangu. Inson aziz, xotira muqaddasdir. Ikkinchi jahon urushi tarixiga yuzlansak. 20-asr fojiasi. Insoniyat tarixida Ikkinchi jahon urushi 1939-yildan 1945-yil oxirigacha cho'zilgan qirg'indan iborat ulug' vatan urushidir. Go'yo yer yuzi ikki qutbga bo'lingan, hamma qayg'uga cho'mgan, kimdir otasidan, kimdir o'g'lidan, yana yori do'stidan ajralgan. Urushda juda ko'plab insonlar halok bo'lgan, bedarak yo'qolgan. Ko'plari yarimjon bo'lib uylariga qaytgan. 1939-yil 23-avgust SSR bilan Germaniya o'rtasida Molotov-Ribbentrop pakti 10 yil muddatga hujum qilmaslik to'g'risidagi shartnoma imzolandi. Shartnoma to'liq bajarildimi? Shartnomaga muvofiq Polshaga bir vaqtda qo'shin kiritish kerak edi. Lekin SSR bu ishni qilmadi. Qo'shilmasang qo'shilma degandek qilib 1939-yil 1-sentyabr Germaniya Polshaga bostirib kirdi va Ikkinchi jahon urushini boshlab berdi. 3-sentyabr Angliya va Fransiya Germaniyaga urush e'lon qildi. Men borman-ku deya 14 kun o'tib 17-sentyabrda SSR Polshaga qo'shin kiritdi. Ko'p o'tmay urush o'chog'i kengaydi. 1940-yil 27-sentyabr Berlinda Germaniya, Italiya va Yaponiya o'rtasida Uchlar ittifoqi shartnomasi tuzildi. 1940-yil 18-dekabr Adolf Gitler SSRga qarshi urush haqidagi 21-sonli direktivasi Barbarossa rejasiga imzo chekdi. SSR 1941-yil 13-aprelda Yaponiya bilan betaraf bo'lish haqida kelishib oldi. Turkiya va Germaniya 1941-yil 18-iyunda bir-biriga hujum qilmaslik shartnomasini imzoladi. Ayni sahar chog'ida tun uyqusi kezardi. O'lkaning har yog'ida olovli bomba yog'ardi. 1941-yil 22-iyun fashistlar SSRga tongda qo'qqisdan hujum qildi. Dunyo tarixi go'yo noto'g'ri yozila boshladi. 24-iyunda Franklin Roosevelt AQSh hukumati SSRga yordam berishini aytdi. Fashistlar va ittifoqchilarni tashabbuskorona harakati avjiga oldi. Bu kun tarixga qora kun bo'lib muhrlanib qoldi asrlar osha. 22-iyun unutilmas sana, xotirada yashar mushtipar ona. Bu urush 1941-yildan 1945-yilning boshlarigacha qahrli ulug' vatan urushi deb nom oldi. 1945-yil 2-mayda Sovet qo'shinlari